Assalomu alaykum. Sizlar bilan Kozimov Muhammad Sodiq. Bugun sizlar bilan Play Marketga ilovamizni chiqarishni ko'ramiz. Birinchi navbatda, ilova uchun ikon. Mana shu ikon tanlaganman. Buni qanaqa qilib qo'yish mumkin ilovaga? Birinchi navbatda o'zimizni App Store yoki bo'lmasam kerakli brauzerga kira olamiz hamda appicon.co degan saytga kirib, iPhone hamda Android tanlab, o'zimizning rasmimizni tanlab olamiz. Mana. Generate tugmasini bosganimizdan keyin bizga zip faylda chiqarib beradi. Buni zipdan chiqarib olgan holatda yana davom etamiz. Androidda maplarni hammasini kopировать qilib, Androidda appda srcda mainda rest ichidagi barcha maplarni delete qilib, rest kopировать qilib oldim. Rest ichiga joylayman. Buni joylaganimdan keyin keraksiz narsalarni o'chirib tashlaymiz. Hamda passphrase amalga tegmaymiz. Shunday turadi. App ichida srcda mainda Android manifest.xml. O'zingizlarga kerakli bo'lganini tanlaysizlar. Bu yerda nom bo'ladi, ya'ni game 2048 bo'lsa, meniki buni 2048 deb o'zgartirib qo'ysam, 2048 deb yozsa, Play Marketda search'iga xuddi mana shu narsa chiqadi. Men 2048 qilib o'zgartirib qo'ydim. Ikkinchi shanba bo'ldi. Endi appda build.gradle.ts ishidagi fayllar. Bu debug holatda turganligi uchun men hozir avval foydalangan shashkadan foydalanganman bu narsada. Mana. Xuddi mana shu narsani kopировать qilib build type only joylab qo'yamiz. Endi bu o'zimizning men shashkan yo'q. Shu. Endi mana shashka chiziqcha keyin nuqta js degan narsalarni olish uchun Chrome'ga kirib Flutter app nima desa bo'lar ekan, publish to Play Store. Mana shu yerga o'tamiz hamda bu o'zida ham bor bu narsalar, ammo men o'zim yozaman. Shuning uchun buni kopировать qilib terminalga tashlaymiz. Narsa topaman deyapti. Men manasini yuklab olishim kerak. Buni yo'qotamiz. Calculator. cmd cd studio project
cd qilamiz hamda bundagi narsani joylaymiz. Hop, menda xatolik berdi. Nimaga? Chunki bunaqa narsa yo'q deyapti. Men hozir Telegramdan avval qilganman. Mana. Bu narsani men video tagida ham qoldiraman. Mayki alias degan narsa qilasizlar, o'zingizlar parolinglar. Men hozir farqi beryapman. 6 ta bo'lishi kerak ekan. Repassword bir xil bo'lishi kerak. Xo'p, name'lar masalan binnasi shunaqa bo'lishi mumkin. Xo'p, undan keyin organization unit. Bu masalan tem jamoa. Bunga ham shu shahriylar O'zbekiston. Manaqa narsa chiqsa xatolik emas bu. Bu 6 ta parol kiritinglar degan. O'zbekistondagi men Andijondanman, Andijon deb belgilayman. O'z qilib belgilagandan keyin xo'p, menda borligi uchun no deb belgilab qo'yaman. Ctrl S qilib turib, men buni shunday qoldirib qo'yaman. Chunki o'zimda bor. Mana o'zimda key aliasim bor. Hop, Muhammad Sodiqda. Bu my key alias qilib qo'yishim kerak, shuni qilmaganman. Shashka chiziqcha mana. Parol bu avtomatik o'zingizlar qo'yasizlar. Men shashka key alias topa olmaydigan bo'lsanglar, key alias har doim bo'ladi. Bo'lishga ham majbur. Xo'p, keyin nima qilamiz? Bu yerdan yangi fayl ochamiz. Fayl nomi o'zini kaprat qilib qo'yib qo'ysam ham bo'laveradi. Key.properties. U qanday bo'lsa shunday qilib qo'yasizlar. Mana bilan bir xil bo'lishi kerak. Xo'p. Menimcha bo'ldi, hamma yo'q tayyor. Xo'p, endi buni men nima qilaman hozir? Flutter build APK qo'llaman birinchi olib. Chunki u naryoqda icon kerak bo'ladi. Icon hamda assetslar kerak bo'ladi telefonda. Shuning uchun men o'zim mobil qurilmamga o'tkazib, screenshot qilib tashlab olaman. APK bo'lyapti. Agar parollarni hech kimga ko'rsatmaylar. Agar bu parollar stop. Bitta narsa qolib ketib qolibdi. Yaxshi payqab qoldim. Mana com.example.game 2048 da o'zgartirilmaydi. U o'zi beriladi. Muhammad Sodiq qilib beraman. Men o'zimnikini qo'yib beraman. Xo'p, pastiga ham buni qilgandan keyin src da mainda hop Kotlinda main activity ga ham xuddi mana shu example 10 ga qo'yiladi. Endi APK qilinsa bo'ldi. Hamda mana shu yerda o'zidan ABB ham qilib chiqib ketiladi. Hop, bu yerda ish qolmadi. Biz ungacha kelinglar ilovamizni ikonini qilib turamiz. Hop, men o'zimga kerak bo'lgan folderlar uchratdim. Canvaga kiramiz. Canvadan ro'yxatdan o'tmagan bo'lsanglar o'ta olasizlar. Men ro'yxatdan o'tganman, shuning uchun hozir internet suslik qilyapti. Maxsus o'lcham degan joyga bosamiz. Bu yerda APKlar tayyor turadi. Hop.
yo'q, men o'zimga kerak bo'lgan narsalar o'chirib, maxsus o'lchamdan eni 50, bo'yi ham 50. Ya'ni 50 ga 50 qilib olaman. Yaratib berdi. Piksellarga agar qiynaladigan bo'lsanglar, piksellarni ham yozib o'taman. YouTube'da video tagida. Sekinroq bo'ladi. Internet yaxshi ishlamayapti. Sus barqaror emas. Xo'p. Bu yerda qiladigan ishimiz qolmadi. Maydan fayl tanlash degan joy bor. APK bo'lyapti. Internet barqarorligi yo'qolyapti. Nimagadir. Shuning uchun ham APK qila olmayotgandir. Xo'p. Xuddi mana shuni endi aqlimda. Men kerakli ishlatgan hamma saytlarimizni YouTube tagida qo'yib qo'yaman. Internet ishlamayapti. Yangi router tushdi, shuning uchun bizga kerak. Bu 5 sekund unaqa shartmacha. Men hozir Assalomu alaykum. Sizlar bilan Kozimov Muhammad Sodiq. Bugun sizlar bilan Play Marketga ilovamizni chiqarishni ko'ramiz. Birinchi navbatda, xo'p, ilova uchun ikon. Men mana shu ikon tanlaganman. Buni qanaqa qilib qo'yish mumkin ilovaga? Birinchi navbatda o'zimizni App Store yoki bo'lmasam kerakli brauzerga kira olamiz hamda appicon.co degan saytga kirib, xo'p, iPhone hamda Android tanlab, o'zimizning rasmimizni tanlab olamiz. Mana. Generate tugmasini bosganimizdan keyin bizga zip faylda chiqarib beradi. Buni zipdan chiqarib olgan holatda yana davom etamiz. Xo'p. Androidda mana shu maplarni hammasini kopировать qilib, Androidda hop, appda srcda mainda rest ichidagi barcha maplarni delete qilib, rest kopировать qilib oldim. Rest ichiga joylayman. Xo'p. Buni joylaganimdan keyin keraksiz narsalarni o'chirib tashlaymiz. Hamda Passphrase amalga tegmaymiz. Shunday turadi. App ichida srcda mainda Android manifest.xml. O'zingizlarga kerakli bo'lganni tanlaysizlar. Bu yerda nom bo'ladi, ya'ni Game 2048 bo'lsa, meniki buni 2048 deb o'zgartirib qo'ysam, 2048 deb yozsa, Play Marketda search'iga xuddi mana shu narsa chiqadi. Men 2048 qilib o'zgartirib qo'ydim. Xo'p, ikkinchi sham bo'ldi. Endi appda build.gradle.ts ishidagi fayllar. Bu debug holatda turganligi uchun men hozir avval foydalangan shashkadan foydalanganman bu narsada.
mana. Xuddi mana shu narsani kopiyovat qilib build type only joylab qo'yamiz. Xo'p, endi bu o'zimizning men shashgan yo'q. Ha, shu. Endi mana shashka chiziqcha reels chiziqcha keyin nuqta js degan narsalarni olish uchun Chrome'ga kirib Flutter app Flutter app nima desa bo'lar ekan? Publish to Play Store. Mana shu yerga o'tamiz hamda bu o'zida ham bor bu narsalar, ammo men o'zim yozaman. Shuning uchun buni kopiyovat qilib terminalga tashlaymiz. Hop. Narsa topaman deyapti. Ha, no. Men manasini yuklab olishim kerak. Buni yo'qotamiz. Kalkulator. No. CMD CD Studio Project. CD qilamiz. Hamda bundagi narsani joylaymiz. Xo'p, menda xatoli berdi. Nimaga? Chunki bunaqa narsa yo'q deyapti. Men hozir Telegramdan avval qilganman. Mana. Bu narsani men video tagida ham qoldiraman. Maki alias degan narsa qilasizlar, o'zingizlar parolinglar. Men hozir farqi beryapman. 6 ta bo'lishi kerak ekan. Repassword bir xil bo'lishi kerak. Xo'p, name'lar masalan binnasi bunaqa bo'lishi mumkin. Xo'p, undan keyin organization unit. Bu masalan team jamoa. Bunga ham shu shahriylar O'zbekiston. Manaqa narsa chiqsa xatoli emas bu. Bu 6 ta parol kiritinglar degan. O'zbekistondagi men Andijondanman, Andijonda belgilayman. O'z qilib belgilagandan keyin xo'p, menda borligi uchun no deb belgilab beraman. Ctrl S qilib turib, men buni shunday qoldirib beraman. Chunki o'zimda bor. Mana o'zimda key aliasim bor. Hop, Muhammad Sodiqda. Bu my key alias qilib qo'yishim kerak, shuni qilmaganman. Shashka chiziqcha mana. Parol bu avtomatik o'zingizlar qo'yasizlar. Men shashka key alias topa olmaydigan bo'lsanglar, key alias har doim bo'ladi. Bo'lishga ham majbur. Xo'p, keyin nima qilamiz? Bu yerdan yangi fayl ochamiz. Fayl nomi o'zini kopiyovat qilib qo'yib qo'ysam ham bo'laveradi. Key.properties. U qanday bo'lsa shunday qilib qo'yasizlar. Mana bilan bir xil bo'lishi kerak. Xo'p.
Menimcha bo'ldi. Hamma yo'q tayyor. Hop, endi buni men nima qilaman hozir? Flutter build APK olaman birinchi olib. Chunki u naryoqda icon kerak bo'ladi. Icon hamda assetslar kerak bo'ladi telefonda. Shuning uchun men o'zim mobil qurilmamga o'tkazib, screenshot qilib tashlab olaman. APK bo'lyapti. Agar parollarni hech kim ko'rsatmaydi. Agar bu parollar stop. Bitta narsa qolib ketib qolibdi. Yaxshi payqab qoldim. Va com.example.game emas, game 2048 da o'zgartirilmaydi. U o'zi beriladi. Muhammad Sodiq qilib beraman. Men o'zimnikini qo'yib beraman. Hop, pastiga ham buni qilgandan keyin srcda mainda hop Kotlinda main activity ga ham xuddi mana shu example 10 ga qo'yiladi. Endi APK qilinsa bo'ldi. Hamda mana shu yerda o'zidan ABB ham qilib chiqib ketiladi. Hop, bitta ish qolmadi. Biz ungacha kelinglar ilovamizni ikonini qilib turamiz. Hop, men o'zim kerak bo'lgan folderlar uchratdim. Canvaga kiramiz. Canvadan ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz o'ta olasizlar. Men ro'yxatdan o'tganman, shuning uchun hozir internet suslik qilyapti. Maxsus o'lcham degan joyga bosamiz. Bu yerda APKlar tayyor turadi. Hop. Bu yerda men o'zim kerak bo'lgan narsalar uchrab. Maxsus o'lchamdan eni 50, bo'yi ham 50. Ya'ni 50 ga 50 qilib olaman. Yarat berdi. Piksellarga agar qiynaladigan bo'lsanglar, piksellarni ham yozib o'taman. YouTube'da video taydi. Sekinroq bo'ladi. Internet yaxshi ishlamayapti. Sus barqaror emas. Xo'p. Bu yerda qiladigan ishimiz qolmadi. Mendan fayl tanlash degan joy bor. APK bo'lyapti. Internet barqarorligi yo'qolyapti. Nimagadir. Shuning uchun ham APK qila olmayotgandir. Hop. Xuddi mana shuni endi qilinadi. Men kerakli ishlatgan hamma saytlarimizni YouTube tagida qo'yib qo'yaman. Internet ishlamayapti. Yangi router tushdi, shuning uchun bo'lsa kerak. Bu 5 sekund unaqa shartmancha. Men hozir hop, o'rtada uzilishib qoldi. APK yuklandi. Endi men buni Telegramdan o'zimga tashlab olaman. Hop, men buni yuklab olib o'zimga Telegramdan tashlab oldim.
hamda endi hozir ilovani ikonini turamiz. Mana men уже tayyor qilib yuklab qo'ygandim. Tasvirni fonini yopib chiqib, buni 50 ga 50 nima uchun kerak? Play Marketga qo'yayotganimizda ilova ikonni so'raydi. Ana shunda kerak bo'ladi. Hop. Dizayn binasi yuklandi. Endi jo'natildi. Hop, nomsiz dizayn 12 bo'ladi. Hop. Endi Flutter build a bundle. Ha, to'g'ri. Bundan keyin endi bizga kerak bo'ladi. Hop. 500 ga altini ko'radi. Yo, 50 ga 50 emas ekanmi? 512 ga 512 ekan. Hop, mana ochamiz hamda 1024 ga 500. Menga 512 500. Ha. ABB ham bo'ldi. Qandaylabdan tez olib ketdi. Hop, bo'pti. Nimasi yo'q. Hop, icon, Canva, bizga kerak bo'lgan saytlardan keyin documentation Flutter. Hop. Qaysi bir birinchi o'sashini boshlab olamiz. Internet yaxshi ishlamayapti. Haytim ulanmoqda. Kutamiz. Hop, dizayn ikkalasi ham ochib qo'ydi. Birinchi o'rnashdan boshlaymiz. Andozalardan 2048 game. Mobile. Qiramiz. Bundan yuklaymiz. Chunki o'zimizda bor. Qidiruv natijalari kutilmoqda. Hop, internet yana chiqyapti. Qoyil. Tasavvur. Menimcha 2048 o'yiniga nima yo'q ekan. Problema emas. ChatGPT degan narsa chiqqan. Shunga kiramiz. Internet yaxshi ishlamayapti. Buni ham to'g'rilaymiz. To'g'rilanadi. Hop, salom. Menga 2048 o'yini uchun chiroyli banner kerak. Bu 1024 ga 500 piksel bo'lishi shart va menga prompt ber. Buni AI orqali generate qilaman. Yozgandim. Buni qo'yamiz chunki o'zimizda bor. 512. Hop, qatish jonga tegdi. Yuklab olish. Hop, bu qilyapti o'zi. Nihoyat APK keldi menga. Buni yuklab olaman men. Mobil qurilma
orqali hamda bu promptni yuklab, bu akkauntimda limit borligi uchun boshqa akkauntimga o'tib olaman. Ya'ni mana shunga. Xo'p, Bing AI dan foydalanaman har doim, chunki Bing AI ham tekin, ham ishlatish oson. Prompt tashlaysan, o'zi generatsiya qilib beradi. Ilovani tekshirish, bekor bo'lish. Xo'p. 2048 o'yini. Hop. Menga ko'proq mana shu yoqdi. Yaxshi. Men bu yerda nimani ham Androidda ham qilyapman, bu yerda boshqa. Yo'q, webpass. Men shunday yoqtirganlarim nima bo'larkan? Download degan narsa. Ha, endi chiqdi. Hop, endi buni yo'qotamiz. Nose design kerak emas. Sen ham ishingni bajarib oling. Yuklaymiz. Boshida shunaqa ishlar ko'p, o'ta ko'p. Tasvirni orqa fonga jo'natib, hop, bam 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 bam. Rasm yuklanmoqda. Hop, men bu yerda Nose design 14 13 qaysi edi? Ilova ikonimi degan. Ha, ilova ikon. Hop, buni o'chiramiz. O'chiramiz. Kechga saqlanib turadi, shuning uchun beshikda oladi. Xo'p. Manimcha hamma narsani tayyorlab oldik. Canva ham kerak emas bizga. Bu ham kerak emas. Endi o'zimizni Play konsolimizga kiramiz. Xo'p, Play Google konsolga kirgandan keyin Create App qilamiz. Ya'ni ilovani yaratish. Ilovamiz nomi 2048. Bu qanaqa ilova? Game. Pulim tekin. Tekin albatta. Xo'p, qasamyod ichamiz. O'qib chiqishni maslahat beraman. Men avval o'qiganim uchun hozir ko'rmayapman. Xo'p, internet yaxshi ishlamayapti. Sus. Xo'p, endi bizga kerak tepadagi test uchun buni qilmaymiz. Mana shu pastdagi finish settings up your game. Mana shunga bosamiz. Buni Ctrl S qilib Apples bölümünü o'tamiz. Hop, bu nima? URL qo'yib qo'yiladi. Bu so'z boshqa narsaga o'tilmaydi. Terms degani veb-saytni ilovam. Biz faqat ilova uchun ilovamiz 2048. Hop, pastdagi qanaqa? O'zbekiston.
Hop, bu yerda hamma narsani no qilib chiqamiz. Menda ishlamayapti, nimaga? Hop, no, hammasiga no qilib chiqamizdan keyin bularga ham no. Email manzilimizdan kiritamiz. Gelish listali o'zimizdan ofitsialniy Gmail manzilimizdan kiritib generatsiya qilamiz. Kutishadi. Tepada send me qilib qo'yamiz. Bu bo'ldi. Copyright qilib URL joylaymiz. Saqlaymiz. Tarqatamiz. Mesela mayda-chuyda ishlardan keyin xudo xohlasa biza ilovani closed testing, ya'ni yopiq testga tepadagi pastdagi u qanaqa funksiyalar bor demoqchi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu yerda masalan ikon bor. Qolganlarida o'ziga yarasha ikonlar bilan joylab qo'yilgan. AdSense. Meni reklama yo'q. Saqlaymiz. Sizlar AdSense yoqmoqchi bo'lsanglar, AdSense ham yoqib qo'yishinglar kerak. Content rating. Bundan boshlaymiz. Ishga scroll qilib bo'lmaydi ekan. O'zim ofitsialniy Gmail manzilimni kitaman. Kimda savollar bo'lsa, mana shu Gmail manziliga bemalol savollar yuboringlar. Qatib qoldimi? Yo'q. Bizda yo'q bu narsalar, hammasiga no. Bu yerda yes qilindimi, shu ish ko'payadi. Ya'ni 3-4 ta language bor deyapti, yo bizda bitta xolos. Ya'ni inglizcha. Mana asosiy narsa. No, hammasiga yo'q. No. Saqlaymiz. Hop, keyingisi saqlaymiz. Tarqat olamiz. Pastroq tutsak, target audience. Siz yo'ningiz qanaqa kattaroq yoshib belgilaylar. Chunki 2-3 turlar yana problem oladi. Agar katta yoshli belgilasanglar, prямо 5 yil o'tadi. Data safety. Nimaga bu sekin ishlayapti? Xo'p, pastga tushganimiz bilan baribir nimasi yo'q. Mana shu yerda no. Seni provide policy bash linkdami deyapti. Meniki mana shu linkda. Oltita уже bajarilib bo'ldi. Ozgina qoldi. Hop, no. No. Da. Pastga tushib, ya'ni suhbat bo'lamiz o'zaro deyapti. Yo'q, bizda suhbat yo'q, shuning uchun suhbat boshqa, shunga o'xshagan narsalar. Hop, jumayada ketdi. Yo'q deymiz, saqlaymiz. Bitta health, ya'ni seni ching davlatnikimi, ya'ni nimanikimi demoqchi. Menda poliklinikalar ishlab chiqarilayotgan ilovami, shunga o'xshagan narsami demoqchi. Xo'p, qabul qilinganlari dashbordga o'tamiz. Pastroq tushsa 3-9 tasi bajarib bo'lindi. 2 tasi qoldi.
ilova kategoriyasi shunga o'xshagan narsalarni tanlashimiz kerak. 2048 bor ekanmi? Puzzle Racing strategiyaga binoan hashtaglar qo'yishimiz mumkin. Hop, nima qo'yishimiz mumkin? Hop, men hashtag yo'l yuzini hashtag qo'ymayapman. Sizlar o'zinglar hashtag qo'yasiz. O'yinmi, ilovami ketadi. Email adres tur yo'qol. Email adresim, telefon raqamim. Bunga o'zinglar kirsanglar ham bo'ladi, kiritmasanglar o'zi avtomatik beriladi. Hop, ta'miz bo'ldi. Dashbordga qaytamiz. Hop, store listing bosamiz. 2048 short description. ChatGPTga kirib, agar sizlar short description bo'lsa, uning uchun shu yerdan shorts hamda long description der. O'zbek tilida. Albatta Google Play uchun 2048 short description 80 ta belgidan kam. Shuni unutmanglar. Hop, mana shuni olamiz, shuni qo'yib undan bosamiz. Full description. Hop, men keraklarni o'tashay. Hop, tekshiryapti. Long description, ya'ni uzun pasta shart emas, menga shu ham yetadi. O'z pastayu o'zini nimasi. Hop, buni saqlagandan keyin mana men sizlarga aytgan app icon, ya'ni ilova ikoni. O'sha yerdan upload qilinadi. Nomsiz dizayn 13. Hop, bu yuklayapti. Drift qilib saqlab turamiz. Qo'ysa bo'ladigan, qo'shamiz. Driftga saqlab qo'yganingizdan keyin o'zgarish kerak. Yo'q. Shunga 1024 ga 500 piksel mana shu yerda kerak bo'ladi. Hop, chiqindi. Chiqquncha men ma'ruju naqib qo'yganman, shularni yuklab olaman. Farqi yo'q. Yuklansa ham 2 3 to'rtinchisi 4 tani yuklab oldim. Buni qo'shib qo'yaman. Hamda telefon uchun eng kamida 2 ta, ko'pi bilan 8 ta rasm bo'lishi kerak. Hop, bizda shuncha bor ekan. Hammasini qo'shamiz. 4 ta. Open ochyapti. Otishi bunda ham вообще qiynalib ketdi o'zi. Qo'shil. Mana. Bo'ldi. Keyingisiga o'tamiz. Agar YouTubedan videolar bo'lsa, mayli qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Hozir qo'shgan font tagida bo'lmasa, eng pastga tushilsa, mana xuddi mana shu YouTubedan videoda qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Save qilamiz. Mana. All apps 2048 dashbordga o'tmoqchiman. Pastga tushsak, VF testing, ya'ni yopiq test.
O'sha nimani tugatgandan keyin yopiq testga o'tilinadi. Select countries. Hop, countrieslar sizga kim ko'raman faqat o'zbeklar bo'lsa, mana shu yerdan tanlab qo'yishingiz mumkin. Menda hammasi bo'lsin. Mana qidiriladi search degan joydan. Shu yerda. Qo'shildi testlar. Buni qanaqa qilib qo'shilinadi? Mana create email list qilib turib, menga nomni yozib, emailni yozib qo'shilinadi. 12 ta odam bo'lishi kerak. 12 ta odam 14 kun davomida o'zini qurilmasida turishi kerak. Men buni ham ko'rsataman. Menda 12 ta bo'lganlari ham bor, bo'lmaganlari ham bor. Men buni saqlab olay. Hop, men hozir 3 ta 4 ta u ko'pchiligiga qo'shganman. U qo'shilganlar, qo'shilmaganlar o'zi biladi. Create new reels. Realize. Hop, kutamiz. Bam bam. Chiqdi. Bundle'ni yukla deyapti. Upload. Eng asosiy joylari. Mana shu yerda foydalanuvchida o'zim sodiqda. Hop, 2048 yo'q. Game 2048 ichida. Build app. Outputs. Bundle. Realize. Ab. Hop, bu yuklanguncha biz mana enter GB deyapti, ya'ni mana shu yerga yozib qo'yiladi. Masalan, bu ilova 2048 chiziqcha aqlni sharhlaydi. Tenderda bo'lsa o'zim pastga tushib qolaman. Hop, endi bu yuklanishini kutamiz. Kutishdan boshqa hech narsa qilamiz biz. Shuning uchun sabr. Internetdan aksiga olib chiqyapti. Hop, o'rtada nima bo'ldi? Internet ishlamasa, hop, men yukladim. Bu o'zi qo'yiladi hamda pastda o'zimiz yozgan bo'yda 2048 aqlni charhlaydi. Hamda release name'ni biz kiritmaymiz. Narsani aytib, biz kiritmaymiz. Buni o'zi avtomatik ABB yuklaganda kiritiladi. Hop, next. Kutamiz. Hop, shunaqa nima deyapti? Ha, shunaqa. Go to overview. Send. 14 minut kutamiz. Hop, 14 minutlikdan o'tib bo'ldi. Hamma ilovalarga o'tamiz. Hop, draft. Ya'ni ko'rib chiqilyapti. Men bitta restart berdim. Close testingga o'tdi. Buni endi qara olaman. Bunga borish uchun close testingda manage track testers pastroq o'tsak join on Android o'tamiz. Voila, bizani ilovamiz. Agar hamma narsa bittada bo'lib ketadigan bo'lsa shunaqa. Endi men buni naq turib, hop, o'zimni guruhimga meni channel jamoaviy ilovalariga tashlab beraman. Voila. Keyin o'zimni guruhim. Hop. Yoki bo'lsam Chrome'ni o'zidan. Chrome'ni o'ziga o'tsa, become a tester. Hello, Sodiq. Welcome. Xuddi shunaqa. Download each on
Play Market avtomatik o'tkazaveradi. App support bu policy about the men ayam nomiga ochganligim uchun hozirda hamma mavzuni deb turibdi. O'yin imkoniyati silliq va tezkor mana hamma narsa yozganlarimiz shu yerda. Bugungi darsimiz shulardan iborat. Men sizlarga aytgan narsam chess ko'pi o'zi close testing. Men xuddi shunaqa narsa. Misol tepasidagini bajardi, endi pastdagini qanaqa qilib bajarasizlar? Haligi list qo'shadigan joyda qo'shiladi. 12 ta odam topib, 12 ta odam yuklatsanglar, o'zi shunaqa deb bitishga bo'lib qoladi, keyin pastida sanoq ketadi. Menda bir kun, ya'ni kecha kunni hammasini tugattirgan bo'lsam, bugun birinchi kun deb hisoblanyapti. Ertaga yana ikkinchi kun. Mana bunda 5 ta. Xuddi shunaqa bo'lib turadi. You have 12 ta close testers kerak, senda 5 ta tester bor deyapti. Hop 2048 ga o'tamiz. Mana bittasi shu open it deyapti. Ya'ni ochib bo'ldi. Bitta testering deyapti. Kim ochib ulgurdi? Haqiqatda kim ochib ulgurdi? Bunda ko'rilmagan. Tushunmadim. Mayli. Xo'p, xullas shu. Bitta ochib ko'rib bo'ldi. Xuddi shunaqa joyda turadi. Bugungi darsimiz sizlar bilan Play Marketga ilovani chiqarish oldi. Keyingi darslarimizda bu bajarib bo'lingandan keyin, ya'ni 14 kundan keyin sizlar bilan nima qilamiz? Open testing, ya'ni Play Market o'ziga hech qanaqa listdagi odam qo'shib o'tirmasdan Play Marketga chiqarib ko'ramiz. Hammalarga rahmat. Sizlar bilan Flutter Dev Uz